Yaxshimisizlar? Uzr ushlanib qoldim. Men bu bilan bitta davrada o'tirmayman. Shahzod. Hey. Men senga necha marta aytganman? Men hamkorlarim bor. Men seni premium restoranga chaqirganman. Bir o'zingga qarab yurgin iltimos sendan. Ustaligingga tortasan-da baribir. Buni qara. Bas qiling. Telefonini qara. Sinib ketgan oddiy telefonda yuradi. O'ziga qarab yursa bo'ladi-ku, pul topadi-ku. Ustiga kiygan kiyimini qara, soch. Bir o'zingga qarab yuray. Men sen bilan bitta davrada o'tirishga or qilaman. Xafa bo'lmang Alisher. To'xta. Xafa qilib qo'ymadimmi jo'ra? Aktyor bo'lsam bo'lar ekan-a. Bizning do'stligimiz hech qachon manfaat ostida qurilmagan. Tug'ilgan kuning bilan. Qara jo'ra, endi sen bunaqa oddiy telefonla ishlatib yurmaysan. Endi mana jo'ram. iPhone 17 Pro Max ishlatadi. Men buni ishlatishni bilmayman. O'zimiz o'rgatamiz. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana bu senga smartfondan Apple Watch. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Alisher, menga qara. Haqiqiy do'stlik hech qachon manfaat ostida qurilmaydi. Mana bunday dunyoviy matohlar bizni do'stligimizni qadrini belgilamaydi. Seni qanday kasbni egallashingdan qat'iy nazar, qanday kiyim kiyishingdan qat'iy nazar, sen bizni Qiyomatli do'stimizsan. Rahmat yigitlar. Borlaringizga shukr. qani o'tir. Aka. Xursand bo'ldingmi? Rahmat lekin do'stlarim. O'tirdik lekin. Ha. Qara Alisher, biz smart makon bor Fayzobodda, bilasana? Ha. O'sha yerga borasan, Ha? biz 30% ni to'lab qo'yganmiz 17 Pro Max bilan Apple Watch'ni. Qolganini oyma-oy 12 oyga kredit qilib to'laysan, xo'pmi? Bitta. Qanaqa kredit? Nimalar deyapsan sen? Azal. Ha, hazilmi? Xudoga shukr. Rahmat. Yechib qo'yinglar ham.